asakalik doim mehmonlar asakaliklar mehmon kelayotgan ekan. O'sma ishlari bor. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi aka? Ichkarida bitta stolim bor edi, ovqatini kesayotgandim aka, shuning uchun o'zim chiqolmadim aka. Nima kamchiliklar? Mehmon qilyapsiz. Aka, Anchadan beri kutib qoldik aka. Bo'ldi. Videoyimni ko'rayotgan bo'lsangiz, butun asakaliklarni mana chiroyli qilib, go'zal kayfiyatda qilib jo'natamiz. Hozirgina bolalar shashilib qo'yishdi. Bu yoqini o'zim chiroyli qilib qilib beraman. Akajon, qalay, yaxshi keldinglarmi? Aka, mana ham bilasiz, aka, o'ta go'zal narsa, kayfiyatlaringizni ko'tarib boramanmi aka, omi? Qarang, aka, tanning o'zi ham 4 soatda pishadi aka. Endi Hasakadan yo'l bosib kelasizlar-ku, aka, men sizlar kayfiyatlarni ko'tarib jo'natmayman aka. Kalinglar kelaverasizlar. Aytib qo'ying, ashxo'riyasiz akammi? 97larga vizum. Ya, Asakalik bo'lsangiz, 97-yil bo'lsangiz, agar mana shunaqa do'stlaringiz bo'lsa, olib keling, go'zal videolar, go'zal taomlar qilib beramiz. Albatta zo'r kayfiyatga ketasiz.